Rustam, Global Trend mahsulotlarini, nano balzamlarini nima maqsadda ishdingiz? Nima muammolaringiz bor edi? Qanaqa natija oldingiz? Shular to'g'risida qisqacha ma'lumot bersangiz. Men Global Trend mahsulotidan 2-2,5 yil oldin tanishib nima qilib yurardim. Keyin bir bozorga tushganda qo'lim uvushganini sezdim, qon quyilgan ekan. Birdaniga telefon qilib, yonimda ham bir 3-4 chaqib bor edi. Telefon qilib ofisga kelib oldim. Haqiqatan o'zi buni faqatgina qon suyulib turadi degani uchun ichilgandi. Lekin ichib yurgandan keyin men bir emas, bir nechta kasalliklardan, quvvatlardan natijalar ko'rdim. O'shaning uchun men bu mahsulotni hammaga 7 dan 70 gacha deyiladi-yu, aslida lekin buni chaqaloqdan tortib to inson yotib qolguncha ham iste'mol qilsa bo'lar ekan. Shunga men o'zim ishonch hosil qildim. Hozirgacha men Xudoga shukr, ora-chora o'zimni quvvatim uchun ichib nima qilib turaman. Mana hozir 3-4 yil bo'lgan bo'lsa ichganimga hozirgi paytda gripp kasalligi ham chalinmayman-da. Chunki bu immunitetni tiklar ekan, qonlarni suyultiradi, suyuq qonga hech qanaqa kasallik yuqmas ekan. O'shanga ishonch hosil qildim. Tavsiya ham qilib qolaman. Xudo xolisa.